2026-yil 9-fevral sanasiga agar siz kelajakda Dragaya Zoltey, ya'ni sariq gilosidan gilos bog' qilmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring, ma'lumot beriladi. Dragaya Zoltey gilosi necha sxemaga ekish kerak va u nima sababdan shu sxemaga ekish kerakligi haqida to'liq tajribadan o'tgan va ko'zingiz bilan ko'radigan video. Kuzatib turing. Ko'rib turganingiz 20 yoshlik gilos, bu tomonda vishnaya qora gilos hisoblanadi. E'tibor berib ko'rishlaring mumkin. Uzoqlashtiring, ko'rinib bilinadi. Bu vishnaya mana bu tomonimizda, o'ng tomonda Dragaya Zoltey, sal bu tomondan olsang, daraxt, sal bu tomondan. Daraxtni savlatini uzoqlashda ko'rinadi. Ko'rindimi endi? Sal uzoqlashtirsang, ikkovini katta kichiligi bilinsin. Bu Dragaya Zoltey hisoblanadi 20 yoshda. Bu ham 20 yoshda, faqat vishnaya qora gilos. Ya'ni o'zimizni olvali qora giloslar deyiladi. Video qilishimizdan maqsad bu Dragaya Zoltey, mana ko'rishlaring mumkin. Yaqqol ko'rinib turibdi. Mana bu tomonda o'sha vishniyada bu Dragaya Zoltey. Dragaya Zoltey gilosini sizlarga maslahat beraman. 10 ga 10 sxemada ishlashni maslahat beraman. Chunki u juda ham yirik bo'lib ketadi. Daraxt tanasi mana juda ham katta bo'lib ketgan, ko'rishlaring mumkin. Bu o'zimizning vishniya. Buni 5 ga 3, 5 ga 4 sxemada bemalol ekib tarbiyalash mumkin. Lekin buni 10 ga 10, 8 ga 10 sxemadan yaqinlashtirsangiz, kelajakda bog'ingizda xuddi mashq holatda mana ko'rishlaring mumkin. Meva kurtak tanada umuman qolmagan, mana o tepagacha chiqib ketgan. Mana ko'ryapsizmi? Juda ham tepaga chiqib ketgan. Bu tanada meva kurtak umuman qolmagan. Buni yana bitta minus tomoni, mana meva kurtak umuman qolmagan, ketdi. O, mana bu tomonda hech narsa yo'q. Tana bo'ylab ham meva shoxlar qolmagan. Bu yana bitta minusi, yonidagi boshqa daraxtlarda ham meva kurtaklarigacha yo'q qilib tashlaydi. Sabab bu nima sababdan bunaqa voqea bo'ladi desiz? Sabab bu juda ham katta gabarit oladi. Katta gabarit olgandan keyin atrofiga 10 metr, 8 metrgacha bo'lgan soyani tashlab turib, atrofidagi barcha giloslarni va boshqa daraxtlarni soyaga olib tashlaydi. Bitta bunisi bas, bog' bo'ylab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. E'tibor berib ko'ring. Mana bu ham Dragaya Zoltey juda ham yirik. Ana bu tomonda vishnya turibdi, bu kichkina, o'zi bilinib turibdi. Bu orasida, bog'ning orasiga ko'chat kelganda ekilib qolgan. Shu sababdan shu voqea bo'lyapti. Endi gilos bog'da hosil pastlab ketyapti. Sabab Dragaya Zolteylar juda ham baland bo'lib ketib, salqinni ko'paytirishini hisobiga boshqa giloslarda ham meva yo'q bo'lib ketyapti. Mana bu tomonda yaqqol ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Mana shu Dragaya Zoltey bo'ladi. Mana bu tomonida vishnya turibdi, mana. Mana bu vishnya meva kurtaklari bor, buni ko'rinib bilinib turibdi. Mana bu Dragaya Zolteyda meva kurtaklar daji yo'q. Nima sababdan? Bunda o'suvchanlik juda ham baland bo'ladi. Shu sababdan daraxt o'sib ketib, meva kurtaklarini tepaga olib chiqib ketadi. Buni boshqarish bo'yicha ma'lumotlar bizda bor. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqsalaring, buni qanday boshqarish kerak va unga qaysi pindiglar solinganda yaxshi effekt yoki yaxshi natija berish haqida to'liq ma'lumot beriladi. Bunga changlatuvchanligi juda ham baland bo'lgan meva turlaridan o'zini o'zi changlatadigan gilos turlariga ulangan holatda bo'lsa, ekishlarni beraman. Ekish sxemasi 8 ga 10, 10 ga 10 sxemada ekishlarni maslahat beraman. Kelajakda bog'laringdan yaxshi natija olish uchun aynan shu sxemalar to'g'ri keladi. Lekin o'zini o'zi changlatadigan gilos turlarini ulaydigan bo'lsangiz, bunda sxemada ma'lum miqdorda, ya'ni 8 ga 6 sxemaga tushirishingiz mumkin bo'ladi. Undan yaqin tushirishingizni maslahat bermayman. Daraxtda asosan 5 yosh, 6 yoshga kirgandan keyin Dragaya Zolteylar tomirini teng yerga yoyib oladi. Tomirini to'liq yerga yoygandan keyin o'sishni boshlaydi. U o'sish bo'yicha gilos payvandaklar ichida eski o'zimizning mahalliy gilos payvandaklar ichida ikkinchi o'rinda turadi. Juda ham o'suvchanligi baland hisoblanadi. Sog' salomat bo'lasizlar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa bitta like bosamiz. Bizni kuzatishda davom etasizlar. 11 gektarlik gilos bog'da kesish ishlari ketyapti. Hamma yo'q o'tin bo'lib ketgan. Ko'rishlaring mumkin. Videolar to'liq olib borib qo'yilish imkoniyati bo'lmayapti, ish ko'payib ketganligi uchun. Kimga agronomlik xizmatlari, agronomlik maslahatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar.
mutlaqo bepulga maslahat beriladi. Bu tomonda yana daraxt kattaligini hisobiga qalqondorlar ham tushib ketgan, mana barglarini tashamagan. Agar kimni gilosi bargini tashamagan bo'lsa, joyida turgan bo'lsa, qo'qqisdan sovuq tushib qolganligi uchun bargini tashamadi deyishyapti, lekin adashyapti. Bargini tashamaslikka ko'proq sabab qalqondor bo'ladi. Bu kuzatuvlar va tajribadan o'tgan holat. U sovuq tushadigan bo'lsa, sovuq bargga minus havo ta'sir qiladigan bo'lsa, bu har qanday holatda juda ham tez tushib ketadi. Chunki bu daraxtda bunga kelayotgan suv, bunga bu tanadan olayotgan bunga suvda bu muzlashning hisobiga bormay qolsa, reski bandi bo'shab ketadi. Lekin bu yerda mana ko'rishlari mumkin, bandi bo'shamagan, daraxt himlatib yuryapti. Bu qalqondor tushganidan dalolat beradi. Agar kimda shunaqa holat kuzatilayotgan bo'lsa, bemalol aloqa etsalaring, yordam beriladi, bepulga maslahat beriladi. Kerak bo'lsa bepulga dorisini joyi aytiladi yoki dorisi jo'natib beriladi. Sog' salomat bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom etasizlar do'stlar.